Sifr rating o'zgardi. Endi ikkita emas, 3 ta task bor. Task 1, ya'ni bu part oldin formal letter deb atalgan. Lekin hozirda bu partni ikki qismga bo'lishgan. Ya'ni task 1 and 1, informal letter va task 1 and 2, formal letter. Informal letter o'z nomi bilan norasmiy xat. Siz bu xatda oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz yoki do'stlaringizga yozasiz. Va eng asosiysi bu 50 ta so'z bo'lishi kerak. Task 1 and 2, formal letter, ya'ni rasmiy xat. Ushbu xatda siz tanimagan yoki begona bo'lgan insonlarga formal letter yozasiz. Masalan, kompaniya va tashkilot vakillari. Bu xatda esa siz 120 tadan 150 tagacha so'z yozishingiz kerak. Va nihoyat task 2, internet forum response. Ushbu taskda sizga aniq bir mavzu beriladi va siz essay uslubida mantiqan fikrlab, rasmiy tonda 180 tadan 200 taga yaqin so'zda javob yozasiz. Agar siz ham Sifr imtihoniga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bizni kuzatib boring.